taqdim qiling. Nima qilay? Sensiramay gapir, kimsen? Sensiramay gapir, kimsen menga? Ayrim xodimlar bor, bular yosh bolani ko'rsa yoki o'z haq-huquqlarini yaxshi tushunmayotgan odamni ko'rsa sansirashga o'tib ketadi. Men nima sizga tushuntirib aytaman. Qo'lingni bitta o'tirishga aka va aqllama. Shuning ham hurmatingga yo'qotmagan deyman. O'tirmasdan mashinaga. Men sensirab gapiryapsiz. Bas, qani yozgan siz. Men sensirab gapiryapman. Sansirash ham qonunchilikda belgilab qo'yilgan. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarorida 3-bobi YP xodimlarining yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabati belgilab qo'yilgan. Unga ko'ra ichki ishlar xodimi, ya'ni YP xodimi yo'l harakati qatnashchilari bilan siz deb murojaat qilishi qat'iyan belgilangan. Agar san deb murojaat qiladigan bo'lsa, o'sha Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarorining 9-bobiga asosan javobgarlikka tortilishi mumkin. Keyin oddiy yana bitta misol, ichki ishlar xodimlari bilan gaplashayotganda xodim, ayniqsa O'zbekistonda xodimlar fuqaroga nisbatan qo'pol gaplashadi. Bu ham qonunda belgilangan. Ishlar organlari to'g'risidagi qonunning 9-moddasida keltirib o'tirilgan. Ya'ni hurmat qilish prinsipi bor.